Niyat borasida juda ham ehtiyotkor bo'ling. Sababini tushuntiraman. Ko'pchilikni niyati ilm olish emas. Ilm olib maqtanish, ilm olib nimadirni isbotlab qo'yish, ilm olib hamma joyda maqtalish. Ya'ni maqtov eshitgisi keladimi? Hayronman, tushunib bo'lmaydi yo qanaqadir e'tibor yetishmay qolganmi? Shu ilm olsada qayerdadir maqtasada kimdir uni yoki e'tiborga tushsa odamlarda, mana bu ikkichi edi, alochi bo'lib ketdi, bir narsa maddohlarning yuziga tuproq seping degan gap bor. Ya'ni maddoh kim? Maddoh bu maqtaguvchi insonlar. Nimaga? Chunki sizni ko'zingizga tuproq sepyapti. Ya'ni sizni maqtayaptimi? Sizni ojiz tomonlaringizni, sizni kamchiligingizni, xatolaringizni, sizda qanaqadir nima deydi, o'z ustingizda ishlashingiz kerak bo'lgan kamchiliklarni yopib beryapti-da, kibrlanishga yoki bo'lmasa qanaqadir g'ururlanishingizga sababchi bo'lib qolyapti. Ko'zingizga tuproq sepyapti. Shu ma'noda aytilyapti, siz ham qaytarib tuproq seping deyilgan. Shuning uchun imkon qadar, ya'ni niyatni to'g'ri qiling. Niyat xolis bo'lish kerak. Xolis shu ilmni, ya'ni mol dunyo uchun yoki nimadir uchun emas, xolis Allohning roziligi uchun shu ilmni o'rganmoqchiman deb turib niyat qiling. Bo'lmasa na ilm yuqadi, na ilmni olganingizdan keyin uni natijasi bo'ladi. Shu narsaga juda ham ehtiyotkor bo'ling.